Yoz faslında ko'pchilik ayol, erkaklarning yuzida qizarishlar bor. Quyoshga chiqsa qizarib ketadi, sovuqqa girsa ko'karib ketadi. Bu narsa terini yupqalashib ketishidan shtuqsunbuzar kasallikning bir belgisi hisoblanadi. Gormonal nimazlarni surtadilar, vaqtinchalik yetadi, yana chiqadi, yetadi, chiqadi. Tomirlar kengayib ketishi hisobidan yuzlarda qizarish bo'ladi. Buni uy sharoitida qanday parvarish etamiz? Hozir parvarish naborlarini tanlaymiz. Biodermani, Sensibagel umumvalkasini tanlaymiz. Buni teriga ta'sirlantirmaydi. Tarkibida sovun, atir, kuchli ta'sirlantiruvchilar yo'q bo'lgani uchun terini himoya qiladi, tomirlarni o'tkazuvchanligini yaxshilaydi, yumshoq makiyajni tozalab beradi. Birinchi yuvishimiz uchun Biodermani Sensibagelini tanlaymiz. Keyingi etapimiz toner tanlash. Tonerimizda anuani, azilain va niatsinamitini tanlaymiz. Tarkibida niatsinamid, tranexoid kislotasi bor. Bu terini chuqur namlaydi, yallig'lanishga qarshi tomirlar devorini yaxshilaydi. Keyingisi tarkibida azilain va gyaluronik kislotasi bor. Chiqib turgan ugrilarni, yallig'lanishni pasaytirib beradi, ham terini chuqur namlantirib beradi. Bittasini ertalab, bittasini kechqurun ishlatish kerak. Yoz faslida SPFsiz mumkin emas. Shuning uchun rozatsiya, qizargan yuzlar uchun SPF tanlaymiz. Bundan ham Biodermani AR liniyasini tanlaymiz. Quyoshdan himoya etadi, tomirlarni yaxshilaydi, terini sezgirligini pasaytiradi, ham davolaydi. Buni ozgina toni bo'lgani uchun teridagi qizarishlarni berkitib turadi. Sizlarni yana qanday muammolar bezovta etib turibdi? Kommentlarda yozib qoldirsangiz, biz sizlarga to'g'ri yechim berishda yordam beramiz.